oldin, hattoki 20 yil oldin ham psixologga borish bu umuman boshqacha tasavvurga ega edik. Boshqacha tushunchalarimiz bor edi. Hattoki psixologga o'zini funksiyasi haqida ham to'liq va savodli bizda ma'lumot bo'lmagan. Hozirgi kunga kelib psixologiya fani rivojlandi. Uni ko'plab tarmoqlari rivojlandi. Psixologiya yo'nalishi kundalik ijtimoiy hayotimizga shu darajada tezkorlik bilan kirib kelgani sababi shu deb o'ylaymanki, avvalambor ijtimoiy jarayonlar tezlashib ham ketdi. Insonlar ham stressga tushishi, yangi odamlar bilan tanishishi, yangi vaziyatlarga tez-tez kirishi, zamon o'zgardi, o'tish davrlari bo'ldi, farzandlarga bo'lgan tarbiyamiz yoki hayot tarzimiz o'zgarganligi uchun ham odamlarda psixologiya aynan fan sifatida yoki nazariy bilim sifatida emas, aynan amaliy bilimlari bilan kirib kelishi bilan odamlarning orasida keng tarqaldi deb o'ylayman.